Talas daryosi bo'yidagi ruhdan ilhom elish kerakki, hargizmi Manas daryosi bo'yidagidan emas. Ular Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Saddiqinning ichiga tiqvatgan edi. Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylardagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar, bugungi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Ko'ryapsizlar, Talas Story Mediasi naq maydon tartishning 2-soni. Bugungi aziz mehmonimiz bo'lsa, hammamizga tanish bo'lgan Sharq Turkiston davosida harmay-talmay izchil kurash qilayotgan va Sharq Turkistonning egilik huquqi nomli kitobning avtori Ruqiyat Turishxonim. Ruqiyat Turishxonim, ekranimizga xush keldingiz. Assalomu alaykum, xush bulduk. Ruqiyat Turishxonim, biz bilamiz, siz Sharq Turkiston mustaqillik davosida hozircha harmay-talmay izchil kurash qilyapsiz. Ondan sirtib bo'lgan tadqiqot maqolalaringiz, yana irqiy qirg'inchilikqa oid izlangan reportlarimiz, yozgan reportlarimiz bor. Ondan siz Uyg'urcha yozgan nurg'un kitoblarimiz bor. Ammo eng muhimi bu qatim yaqinda o'tgan yil e'lon qilingan Sharq Turkistonning egilik huquqi nomli kitobimiz. To'g'ri, bugun mushu kitob to'g'ri qisqacha bir tushuncha hosil qilaylik deb bugungi suhbatni o'ylashtirdik. Albatta, bu kitobni bir soatlik suhbat bilan tugatib bo'lmaydi. Alloh buyursa, yana bu kitob to'g'ri nurg'un suhbatlarni o'ylashtiramiz. Suhbatimizni boshlasak, mening bu suhbatni boshlashdan burun sizni so'raydigan birinchi savolim, bu kitobni yozishda sizga nima ilhom keldi va kitobni yozish jarayonida siz qanday shartlarni hozirladingiz? Xalqqa Manda bir qonun var, 637 numaralı kanunda. O kanunda mashg'ulot
biz başkanın zımını bisvaqda o bisilmeğen zımen müstakil bulup gerek. Yani deniz başka bir devletke verip başka bir devlet yani bir devletin bisvaqda müstakil bulup gerek. Belki şu an bu 1945 yıldaki 2. Dünya Savaşı'ndaki 2016'da muş kanun boyunca 128 müstakilke bulan devletler 7% müstakil bulan. Ama başkanın zımını iştirdiğin öz hukuklarını talep kılıp bisilmeğen zımını hesaplamay iqtisam devletinin ayrılıp çıkınan müstakil olmak boğan 171 müstakillikinin 85%i 1945'ten 2016'da müstakil bulanmadı. Şununla ben bu sizni çağırdım. Bu en ol biz özümüzdeki halklarda nem boğanlık iniq gösterişimiz gerek deb o'yladim. Buni o'ylaymiz. Çünkü bizning siyosiy kimligimiz burmunlab ketyapti. Ya'ni Xitoy bu burmunlab asl millat gösterdi. Ondan keyin bosh akademiklar, g'arb mediasi va xalqaro dunyoning mediasi bizni asl millat yoki indigenous people deb o'zimiz indigenous people report yazdık. Yani UN people indigenous kategoriye kirib qolmaydi. Biz shartlarga indigenous derlik. Lekin UN kategoriyaga oldingilar report yaziladi. Shu bu siyosiy kimligimiz butunlay o'rmonib ketadi. Ama etnik kimligimiz to'g'ri etnik kimlikni yani kültürel kimlik deb Uyg'ur degan bir etnik millat yani amnistiya ama bizning siyosiy kimligimiz bu mustaqil bo'lishimiz nihoyatda tasli. Shunga bu burunib ketgan siyosiy kimlikni asli keltirish, yani asli keltirish xalqaro to'g'ri bir shaklda o'tirib qo'yish. Ya'ni qonunlar orqali buning bizning qonun kimligimiz ekanligini, ya'ni qonuniy haqqimiz ekanligini, bir bisilmagan ekanligini, mustaqil bizning qonuniy haqqimiz ekanligini va shunday bu haqqni meşrulaştırışimiz kerakligini ciddi sağlamak için bu kitapni yazıp karar kılıp Unda olsa bu kitapni yozish jarayonida xalqaro qonun nuqtasi bor ekan, tarixiy nuqtamiz bor ekan, umuman irqiy qirg'inchilik nuqtasi bor ekan, Sharq Turkistonning bisilmagan zimini to'g'riliq, yani boshqa jihatdagi bilimlar kerak ekan. Undaqda siz bu kitapni yozish jarayonida shu sharoitni qanday hozirladingiz? Mesela xalqaro qonun nuqtasida aslında bir nuqta emas, anlatgan shu tarixiy jihatni qanday izlandingiz? Sharq Turkiston tarixi degandek-chi. xalqaro qonunlar nihoyatda murakkab. Masalan, buni ichiga bir qonunni yuvib aniqlamoq bundaqda bo'lmoqda bo'ldi degan bo'lmaydi. Chunki boshqa bir qonunda uni inkor qilgan yoki uni munosabatlik boshqa narsa bo'ldi. Uning qonunlarni Müslüman qonun emas. UN Charter qonun binding qildi davlatlarni bağlanan bilan law enforcement cho'qim mecbur yo'q. Uni xavfsizlikdan 5 davlat qonunni 5 davlat qaror ilib aralashimiz desa enforcement yani qonun jihatda mecbur qiladi askariy kuchlar bo'lmasa mecbur qilolmaydi. Ammo bundan qat'iy kuchi yo'qmi qonunlarni egallik emas. Xalqaro qonunda masalan UN Charter qonun, Convention law qonun chunki u Convention Treaty deganlar ular shartnomalarga ularga davlatlar qo'l qo'ygan, ratify qilgan bunda qilgan bo'lsa, buni mecbur yani bir kural kuchi orqali xavfsizlik, 5 davlatlarga xavfsizlik kengashi mecbur qilmagan tadbirdimi diplomatik munosabatlar, savdo munosabatlari, undan keyin iqtisodiy bitim, sanksiyalar. Bular orqali mecbur qiloladi bu qonun kuchi bor. Ammo umumiy yig'inda bu umumiy yig'inlar qonunlari ular resolution deydi. Ular davlatlarni bog'layamaydi mecburlab. Mesela onun deki declaration'lar principle yani principle çok meşruiyet ama bütün devletler boysunuş geliştirmek legitimate'ler doctrine principle olur. Mesela insan hakları declaration oluşur. Jakarta oluşur. Lakin bularını devletlerine bağlayamadan bu bir prensip, doktrin ve meşru başka legitimate başka. Bütün devletni yani sen bunun altını sadep mecbur kıldı. Lekin kural kuch orqali mecbur qilolmaydi.
Ama şu kanun aslında devletinin kanunlarını çıkardı. Şunu bu kanun mürekkep olmadığı için, bu bir kitabın yazısı için bunu özel mütehassıs kanunlarını araştırıp karaplan kılam bilehine, yazan bilehine dedim. Çünkü nurgun hükümler o yerde. Latince'den, Fransızcadan ilan halka kanunda. Şunu İspanya'daki Kataloniya Üniversitesi'den ayrıca eğitimler berip okuyamadığım için tor arqılı okuyduğum yavrulardan tapdım. Amerika təhsilini o doğrusu tapamadım belirlediğim kanunlarını. Aşırı mesela bazı ekspert diplomat geliştirdim. Ben o diplomlarında işte yıl okudum kanunlarını. Pekçe ben de karanlık bakmayayım. Ben fakat şu öz derdini öz belgeleş kanunu bilen Ceniz 40. kanunu işini okudum. Hazır diplomunu special yani expert diplomat ismini özgürdüm. Ve o hakkında Master of Diplomacy de geçiyor. İşte okudum. Şunu okudum. Kitap neyiziştim bunu. İşte okup onun bir kanundan düşündüğümdeki bu kitabı yazdım. Bu kitabı fakat kanunla yazıp okumaydım. Nurgun Xitay için ben araştırdım. İzledim. Mesela Sunjong Fenji, Zozong Fenji bizni bu daylar günlük hakkıdır. Yine yapan müşahedesine kolon halk orası özün ağzını yemeler bilgendim için. Bulan birisini izledim. Onun başka ders materiallarını kardım. Ondan keyin İngilizce materiallarını çıkardım. Bu ne birinci olmak biz Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'mizdeki Xitay PRC, Komünist Xitay bizi kirgan vaqtida qanday to'xtatlar bo'lgan, yaxshiliklar bo'lgan, so'zlar bo'lgan, bu to'g'rida bizim sentede butunlay bir dokumentlar bor. Bularni hammasini asab izlanib chiqmay, shuni izlab kitob yozdim. Daha sonra bu kitabın izleyicilerine özünüz halkaralı kanunu okudunuz nece? Onun da siz özünüz onu halkaralı münasebet okuyan bir okuş tarixinizde onu da sırtmışıyor. Erkek kırgınçılık doğruluk ve kitabı oku hakkında ağam məlumatın siz nurgulğan şu erkek kırgınçılığı şahit olan Şərq Türkistanlıqlarını ziyaret etmişsiniz. Vətənin içindeki ve sırtdaki. Şundaq mı? To'g'ri, men 2018 buradayım reportni vaqt şu an ijtimoiy yazdım. Şu reportni yazma vaqtida qirg'inchilik to'g'risida 300'e yakın material topladım. 300'e yakın adam sani bo'yicha hisoblaganda 300. Lekin oila bo'yicha hisoblaganda az bo'lishi mumkin. Nurg'un intervyularni qildim. Keyingi report qildim. O kitobni saytida kirgizdim. Bu intervyular qildim. Onun keyin bu intervyular chiqdim. Bir-biriga selishtirdim. Qayta intervyu qildim. Chunki qilish uchun ayol selishtirdim. Baklarning intervyusini selishtirdim. Aşağıdaki bu kredibilitesi belki yaxshi imijga diqqat data buldum değil mi? Bundan sonra biz şu Şərq Türkistanlıqlar to'g'riliq yozilgan tarixiy kitoblar bor, materiallarni nurg'un. Bunda sizning yozgan bu kitobingiz, ya'ni Şərq Türkistanlıqlarning egilik huquqi, Şərq Türkistanning egilik huquqi degan kitobingiz bilan boshqa shakldagi kitoblarniki, boshqalar tomonidan yozilgan, to'g'ri yozilgan kitobning farqi nima? Bence mevcut okuyan kitaplarımdan hiç de yok ama bakılabilen de bilmem. Şərq Türkistan'ın tarihi doğrusu nurgun kitaplar yazıldı ama siyasi kimliği doğrusu da kitap yazılmadı. Yazılsın mı Uygurca yazılmadı, lakin halkta kanunlar adlı meşrulaştırılıp kanuni hukukumuzu ispatlayıp tarihi hukuklarımızı mı bir yere gelip durup kitap yazılmadı diye de koyayım. Şunu bu falan de koydum bence. Mening o'zimning tushunchisida garchi bugun bir riyosatchi bo'lsam, kitobni o'qib bir shoir suhbatimda o'zimning tushunchisida hozirgacha bizning Sharq Turkistonning mustaqilligi to'g'ri, egilik huquqi to'g'ri qonuniy jihatdan tahlil qilib yozilgan kitob yo'q. Mayli chet elliklar tarafidan bo'lsin, mayli Sharq Turkistonliklar tarafidan bo'lsin. Sizning kitobingizni tunji shu nuqtadan bizning mustaqilligimizni shu nima xalqaro qonun nuqtadan tahlil qilib va bizning mustaqil huquqimiz borligini yozgan kitob deb qarayman. Agar xato bo'lsa, buni tushunchaga qayta to'g'rilasangiz bo'ladi.
Bence xalqaro qonunla yazgan birinci kitap. Ondan keyin shu kitobimizni o'qib vaqtida bizning Sharq Turkistonimizda xalqimizning besilgan ulus degan jihatni yozibsiz. Mush to'g'riliq sizning qandaq bir isbotingiz bor? Chunki o'zimiz bilamiz, 11 bitim imzolangandan keyin nurg'unlar bundaq o'ylaydi-ku. Sharq Turkistonni tinch oldi besib oldi. Shundan bizning Sharq Turkiston Cumhuriyati yo'q bo'lib, bir o'lkalik darajalik bir yer aylanib qolgan. Shuni biz bizga o'z qilmaymiz yoki bo'lmasa Xitoy tarafidan shunday tinch ozod qilingan degan shunday xato bir falselanadi, xato bir tashviqot topdi. Shunga qarata bir tushunish bergan bo'lsangiz. Avvalini yaxshi kelmayapti deb mana nima qilyaptimi? Mehmon ovoz yaxshi chiqmayapti deb nima qilyapti? Men bir minut vaqt bersangiz, men bir ovoz yaxshi yapyapti. Qaysimizdan ovoz yaxshi kelmayapti? Ruqyada ishxonam shundaqmi? Ovozingiz uzib boqmayapti. Ambuchi yaxshilardan bu yaqinroq ketsam yaxshi anlamdikan. Ya, yaqinroq tursangiz yaxshi anlamdikan. Bizningki xalqaro qonunda bu Sharq Turkiston besilgan zaminamiz Xitoy tinchlik bilan ozod qilgan Xitoyning tashviqoti yo'q. Başta değil. To'g'ri. Shunga buni bir deya kerak. Bu kitobning yana bir rolimi shu maqsadimi, Xitoyniki butun mushtarilgan tarix olgan sarflarga raddiya etamiz. Xalqaro qonunda UT Possibilities Juris Doctrine deydigan doktrin bor, prinsip bor. Buningda aslında bir ziminni bir davlat ketib boshqa bir xalqning davlatini besib olgan bo'lsa, o imperial bisvoldu kolonizatsiya mustamlaka davrida. O imperiya o zamandan chiqishdan burun shu zaminning xaritasini chizib, bu zaman bu yerda chiqqan mal davlatga mansub deb bo'lib bergan, yozib bergan bo'lsa, ashundan chizib bergan shu davlat shu yerda hukumatning shunday bo'lgan. Masalan, Angliya chiqqandan burun Hindistonga buni men de to'g'ri ashu imperiya chiqqan biz bilan Mao Xitoy kommunistlarning o'rtasida aqdaya. Biz bilan ham Manchu imperiyasi besvargan bu Xitoydan burun, kommunistdan burun Manchu. Manchudan aşağı bir kelishim bor. Bular Gomindanga Manchu hukumati shu o'zi yangi Manchuning emisi. Bular bütün besilgan border yani Tigradagi Tibet, Mongol, Sharq Turkiston boshlanib Gomindan hukumatiga o'tmoqda. Sen olsa bo'ladi debganda ingliz bor, ismini oldim. O'niyaldi ismi. Shuni kitob, shuni naql ketdi bular aslida berib tikadi. Lekin bu kitobni shunday naql turgan aqlda bir qag'ir Gomindanga berganda, shunda bir narsa qo'l qo'yilgan, imzo qilingan bir narsa yo'qdir-da. Onun üstüne o kitabın yazdığı adamlar bütün Xitayning meselesi dayangan, Xitayning ağzı bilan gapirgan bir kitap çıktı. Şununla bu gap legitimate emas. Onun üstüne Gomindan bergan taqdirmi yanıla hem qonunluq hem legitimate her şey emas. Yani yanlış emas, yapamaz. Çünkü bu doktrin bo'yicha bu yer chiqqan hukumatga, davlatga bu zaminni berish kerak deyish to'g'ri keladi. Manchu o çağda kimga berdi? Mesela bir Gomindan çıktı bir hükümet olup, Kumchanda Xitoy kommunistlarimi bir hükümet olup uyaga chiqildi. Tibetliklar o'zini davlati bor edi. Mongolning davlati bor. Sharq Turkiston biz o'zimiz bir davlat qurdik u yerda. U yerda chiqqan bir tal Xitoy emaski, bir tal Gomindanlar uni e'tirof qilib, uni xalqqa e'tirof qildi deb uni berish to'g'ri keldi. U legitimate emas. Mashhur emas. Sharq Turkiston xalqini e'tirof qilmaydi. U dunyo e'tirof qilib, shu sening degan taqdirdimi, qonun unda yozib qo'ygan taqdirdimi, bu legitimate emas. Mashhur. Çünkü biz e'tirof qilmaymiz. Biz burada Sharq Turkiston zaminida Sharq Turkiston degan bir davlatni qurgan. Shuningga bu Xitoy kirgan vaqtda bu yerga uning ustiga bir hukumatning qo'lidan olmoq. U yerda bir hukumat bir davlat emas. Gomindanlar militaristlar bor. O militaristlarning bu yerda state qurmoq. Birdan Stalin tarafı turgan, birdan Gomindan turgan, birdan o'zlari o'z oldiga podshoh tek bir davlat. Bu shu yerda bir state bo'lib
şekilde mi Montevideo Convention bir kanun bakalım. Onun şartları var türlü. Bizning Türkiston Cumhuriyeti bu şartlarga tushadi, ammo bular bu Gomindan uni tushunmaydi, state emas. Ammo biz Türkiston Cumhuriyeti qurgan uni tushunamiz. Xaritada hechmas bunları ben sizga evet xaridni. Tamam. Mana ya mana ma'lum sualisining xaridasi. Xitoy Komünistik partiya zimin kim qayerda qaysi ziminlar mening desam mushu ziminni mening desa bo'ldi. Chunki mushu ming sualisining xaritasi Xitoyning xaritasi Xitoy bugungi Xitoy shu territoriyaga u atrofdagi hech narsa Xitoyga emas. Yana bir farqni qilamiz. Mana bu Xitoyning Gomindanning xaritasi bu. Buningda kommunistlarning egalligiga yeri deb ko'rsatgan. Jurnalda Tomaris 1900 qancha yilning kelgan vaqtida esimda yo'q mening 1932 yilda. 32 qariyda 32 bu nima Gomindanning xaritasi kommunistlar ya'ni hozir bugungi PRC People's Republic of China qurgan kommunistlarning tilini deb ko'rsatgan xaritama. Bu yerda yo'q. Yana bir xaritani Mao Amerika'nın şu cevabı çıkan haritası. Bunun da mı ben göstergesi bunu 1934 yılı. 1934 yılı çıkan. Bu Gomindan'ınki yani Xitay Gomindan var. Bularınki kontrol kılan zeminleriyle çıkan. Bu yerde mi Şarkı Türkistan bu müstakil Altın Mongolia var. Bu Taşkı Mongolia var. Okşaş bir şekilde sızılan haritası. Yani haritası Mal yapımdan çıkan haritası. Ben köremde kaçıncıda kumarız bu harita. Onun da yıl sanı yokken. 1930. Bravo. 1930 yılı. 1930 yılında yapımdan haritası. Bu yapımdan haritası mı? Bu National Territory'de şu vaktaki halklardan bu Gomindan etrafından mı? Bunların territoriyasını gösteriyor Kızılsırtına çıkıyor. O biz Şarkı Türkistan onun işte ama Xitaylar ya Gomindan'a ya Gongcang'a Xitayga hiç kaçan mensup olan emas. Bular bir şeyge var. Hem de bu birinci bu Utilities Juris Doctrine degende Xitay xilap qilib, violation qilib ya o meni birdan-bir ayrılmaz simini Müşa imperiyadaki keyin manchu yemirilgandan keyin manchu yemirilgandan keyin bu xaritani ko'rsatdi. Bu Sharq Turkiston Sinan bo'ldi. Hech qanday isboti yo'q Xitoyniki. Undan keyin Xitoy xalqaradagi territorial integrity law shartniki xalqaro qonunninki ikkinchi qonunni 4-chi moddasida xilop bo'ldi. Bunda nima davlatlar bir-biriga tajovuz qilmaslik kerak degan. Ammo shu vaqtda Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgan. O Cumhuriyetdagi bir davlatda, ya'ni Montevideo Convention'dagi 4 turli shart. Birsi bir ziminda bir davlat qurilgan bo'lsa, shu davlatning o'zining shu davlatni e'tirof qilgan bir xalqi kerak. Bizning xalqimiz Uyg'ur va musulmon turklar bizning Sharq Turkiston Cumhuriyetini e'tirof qildi. Sharq Turkiston hech qachon Gomindanning militaristlarining yoki Manchuni, undan burun tajovuzchilarning yoki Xitoyning kommunist tajovuzchilarini e'tirof qilgan emas population bu zaminda. Bu birinchi shart davlat qilishni. Chunki Sharq Turkiston Cumhuriyetini bu e'tirof qildi. İkincisi bu yerde bir davlat bo'lishi, davlatning e'tirof qilinishi uchun state deb e'tirof qilinishi uchun deydi Montevideo Convention'da. Bir demek Çoğun bir teritoriya yapmış gerek. Bu Şarkı Türkistan'ın teritoriyası ayrımda bir teritoriya aydınçı. Bu teritoriya bu en bağlısın. Onun ki hükümetten buluş gerek. Hükümet kurulgan mı? Kurulgan. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti şu teritoriyanın içinde kurulgan, Ali mektepleri boğan, doktorhanlık boğan, askeri gücü boğan armiyası, özünün pulu boğan, pasportu boğan, hükümet kurulgan. Onun iki dördüncü şartına çok başka devletler bilen ilişki yani diplomatik münasebet kraliyet buluş diyerek
işte diplomatik münasebeti bo'lgan bo'lishi kerak. Yani Sovet İttifaqı diplomatik münasebeti bo'lgan, So'da münasebetleri bo'lgan. Bununla çok önemli devletlerden diplomatik münasebeti bo'lishi kerak degan shartni qo'yolmaydi. Chunki bu diplomatik münasebet degan bir nima politik siyosiy emas-ku. Chunki davlat siz bilan munosabat qiladi, ishi kam esa siz bilan munosabat qilmaydi. Shunda bo'lgani uchun bu ikkinchi shart demoy uygun kelmay xalqaro qonun var. Yani Xitoy bizga biz bir davlat yo'q, ya'ni biz Montevideo konvensiyasiga tushadigan bir jumhuriyat tajovuz qilib kirib oldi bu davlatga xalqaro ikkinchi charterniki xalqaro ikkinchi qonunning 4-moddasi var. Xiloflik qilib bizga shu vaqtda o'z vaqtida tajovuz qilib kirib oldi. Bu endi tajovuz. Endi buni yo'sin men tajovuz qilib kirmadim. Tinchlik bilan azaldim. U yerda urush bomba 11 bitim imzalanan, urush to'xtagan degan davlat degan biznimi yo'qolib ketgan bo'ldi. Men bir davlat kirmadim. Bu quruq yerga kirdim deydi, ma indigenizlarning Teheronga kirdik deganda, quruq davlat bo'lmadim. Shunga tajovuzchilik hisoblanadi deydi. Bu degan fikrlar Xitoyning siyosati nimish kelgan. Hozir bu yer bu xalq bu 11 bitimni e'tirof qilgan onu faqat Ahmadjon Qosimovich qatorli bir nechasi berib, shu yerda sulh etilsa, setilib imzo qilgan. Lekin buni xalq e'tirof qilgan emas. Sharq Turkiston xalqi hech qachon bu 11 bitimni e'tirof qilgan emas. Qarshi chiqqan bu xalqning orzusi bilan, qo'shilishi bilan bo'lgan ish. Shunga buni legitimate demaymiz. Ya'ni mashru emas. Bir narsa dunyoga visibility bilan bu ya mushi mashru bo'lmush qayg'ida, mushta isbotli 11 bitimga imzo qo'ygan mushta isbot bo'lganligi uchun bu narsa mashru bo'ldi degan olmaydi. U kam turda e'tirof qilinsa, qabul qilinsa mashru bo'ldi. Sharq Turkiston buni hech qachon qilmadi. Shunga Unda bo'lsa bir savol qistirey Ruqya Turish xonim. Siz hozir xalq e'tirof qilmadi dedingiz. Xalq e'tirof qilmasa bu yerda qo'zg'olonlar bo'lishi kerak yoki qarshilik ko'rsatish bo'lishi kerak. Bundan keyin tajovuz qildi dedingiz. Unda ularning tajovuz qilganligi to'g'riliq bir isbot yoki xalqaro qonunga bir xiloflik qilganlar bo'lsa, shuni bir isbotlab bilan bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Chunki bu yerga kirgan vaqtida masalan siz Janji Jonni ko'rsatami? Evet, bu e'tirof qilinmaganlik. Mana Janji Jonning fikri qatnanglar o'z vaqtida rus konsulligi yozgan. Bu yerda bular 11 bitimga imzo qo'ygan bilan hech qachon amaliylashtirilmadi. Sharq Turkiston Cumhuriyeti mevcut bo'lib turadi. Hatto Faqatanki valisi menga yozgan xatni Sharq Turkiston Cumhuriyetining tamg'isini qo'lladi. Ular boyaqini amaliyotda qat'iy e'tirof qilmadi, bu narsa qag'az qoldi deb yozdi. Mana Janji Jonning yozgan. Demek bu narsa e'tirof qilinmagan yer isbotida. Ikkinchisi bir narsa u qag'azga yozilganligi bilan bu isbot cho'qim bunda bo'ladi deganim bo'lmaydi. Masalan, Polsha'niki Kurzemlayn var. İkinci Dünya Urushu'dan keyin Churchill Polsha'niki Türk hükümetinin lideri deydi. Senin var yerini Stalin baş yerimini berib etmişsek, Stalin biz bilan birlashmoqqa yo'lni qutqizib qoldim desam, mushuni ortda Stalin berib eləydi. Shu vaqtda Polsha liderligini men mening vatanparvarligim vatanimning yerimini berib etgidek darajada suyuqlanib yo'qolib ketgani yo'q. Qattiq qarshi turdim. Polsha to'xtamay turdi. Lekin Churchill sen crazy ekansan. Bunda desang sen hech qaysi yurtdan ololmaysan, hammanglar o'lib ketsizlar. Bunda qilgacha davlat yerimini berib yalta uchun sharh qildim. Keyin biz Germanda Germanning sana birimiz garib uchun Germanning sharqidan boshladik. Lekin Stalin berib vaqtida bu Germandan akamgan urushda g'alaba qilsak birimiz shu Stalinda ham biz hep shuna bir derdim bek. Keyin Raskovets amalda nimishdan qolgan chunki bular Kurzem Line'ni Polsha xalqi qat'iy e'tirof qilmay, to'xtamay kurash qilg'ashqa bu narsani keyin German yerimini oldi. Hozirgi qarshilar mushu Latviya, Belarus, Ukraina deganlar shaharlarni asli Polshaning. Buni aşağı Kurzem Line'ı bo'yicha qilmagan. O Kurzem Line qag'izda qoldi. Chunki Polsha xalqi to'xtamay partizanlik urushida to'xtamay qarshi. Shuning uchun bizning Sharq Turkiston
u bitimni e'tirof qilgan emas, to'xtatmay turgan, shu vaqtda janubdan nurg'un qo'zg'algan bo'lgan, buni Jang Jo'jing o'zining xitibini deydi. Undan keyin bizning ko'k to'qay vujudimi shunday qo'zg'algan, o'tan 50 necha qatim qarshilik ko'rsatgan. Bu qarshiliklar odatda xalqlar, kichik bolalar yoki ayollar qilgan qarshilik emas. Shu vaqtdagi Sharq Turkiston Jumhuriyatining milliy armiyasi qilgan. Bunda qarshilikni armiya bilan armiya urushmasa, urushga hisoblab, urushga kirgan hisoblab deb turib oldi Xitoy millatdan. Qurollantirdi u qo'zg'algan xalqqa. Shu milliy armiya, Sharq Turkiston xalqining armiyasi qarshilik ko'rsatmayapti. Undan keyin agar unimi deyli, bunimi deyli, men tinchlik bilan kirdim, u yerda urush bo'lmadi, bir askariy urush bo'lmadi deb turib oldi, buni isbotlayolmaymizmi deyli. Undan diyanmaydi Xitoy. Nemishga desa Xitoy askarlardi. Xalqaro qonunda birisining davlatiga, birisining ziminiga sen askariy kuch bilan kirsan, tajovuzchi hisoblanasiz. Bu aniq. Chunki Xitoy Bintonni qurdi. Bintonni hozirgacha quvvatlanadi, yo'q quvvatlanadi. Bintonni 70 ming askar bilan kirgani aniq bo'lgan. Ürümçi Radyosu'da 1952 yıl e'lon qilgan 150 ming to'polonchini bostirdik, o'ldirdik deb e'lon qildi. Bu to'polonchi kimlar? Shu bizning Sharqiston Jumhuriyatidagi askarlarimiz, xalqimiz qarshi chiqqanlar. Shular bilan Allah o'zlari de. Demak, bu urush bor, o'lgan son bularning bostirgani kimlar bo'lganini aytib, undan keyin Wang Jinning 70 ming askar bilan aniq piyoda rasmiy Xitoyning armiyasidan kirgan. Undan keyin 52, 54, 66 170 ming Bintun yani ameliyat qurolli askar bandisi bo'ldi. Askarlarni bular hali Xinjiangni develop qilamiz degan shuar bilan bu yerga akirgan. Xitoy qurolli kuch kirganligi, buni hech qachon tinchlik bilan azod qildim bu yerga bular ketilib meni qarshilik kirib tinchlik bilan bu yerni ketib oldim deyamdi Xitoy. Meni avval o'zimga yenib kelyapti, boshqalarga inib olmaytamdi ya. İbn Qudum bizə yaxşıraq lekin yanılmamış üzlük qılışımda yenib ketişməm. Mən onda bir işini əsətli deyirlər, zaten ki müşü Xitay mədəniyyət inqilabını qalqan məzgildimi? Bizim Şərq Türkistandakı yaşlarımız bir qism bunun içində mən bildiğim tamamı var əlbəttə. Şərq Türkistan yaşlar təşkilatı qatnışıb şu vaxt Şərq Türkistandakı müşü müstəqillik hərəkəti qatnışıb şu vaxtlarımı. Çoğunluğumuzda anlaydı, şununla mən aldım tamam, şu türmədəgim kırıb yatqan. Demək ki, bu qarşılıq hərəkəti davamlı olub gələn. Şərq Türkistan müstəqillik iradəsidir bizning xalqimiz sinib baxmaqan. Unda olsa yana bir sual, siz şu kitabınızın asası şu xalqaralıq qanun nöqtəsindən yazdınız. Unda olsa hazır biz bilgəndək Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının Xitay kirib oldu, əmnisini egərləb kontrolluqqa ega oldu. Undaqda bu xalqaralıq qanun hazır aqandı. Bizim şu müstəqilliyimizni xalqaralıq qanuna düşürüş imkaniyeti barmı hazır? Əhəmiyyəti nə o? Çünki bu xalqaralıq qanunlarni Xitoy egərləb oldu bütünlüğe diyemeyiz. Çünki bu bir Xitayning bilan bir davlatdan kişi bilan Xitoy diplomatik munosabatga ehtiyoji bor, nurg'un davlatga ehtiyoji bor. Amerika dunyodan yo'qolib ketgani yo'q. Amerikaning dunyoning 800 yerida askariy kuchi bor, military base. Xitoyning tajribasi deymi? O bunchalik darajada Xitoy dunyoni egallab ketgani yo'q. Xalqaro bütünlüğe Xitayning aqtilarla bo'lib ketadigan. Chunki bu xalqaro qonunni o'zgartirish imkoni. Bir qonunni o'zgartsa, yana bir qonunga, yana bir narsaga uchun bu bitirish. Bir-birisi quloqlasmi. Shuning bu o'zgartib uni birni qilma deyishmi? Bu o'zgartirish butunlay bekor qilib, yangidan bir sistem qurib chiqish kerak. Shunga Xitoy New World Order, yani yeni sistem kurup biz. Bu hozirgi bu demokratik davlat sistemini g'arb qurgan sistemni biz e'tirof qilmaymiz. Xitoyning Kensha ideologiyasi bo'yicha Xitoyning bir sistemini shu dunyoga turg'izamiz va kuchab, u undaq oson bo'lmaydi. Chunki hech kim Xitoyning Kensha ideologiyasi degan butun hammasi, butun dunyo mening aqlimda bo'lsa, men sentrda bo'laman degan bunday ideologiyasi bor. Ham kultural qaylıqlanmaydı, Xitayning kültürü onçilik güçlü emas, canıp ketken.
ham askeriy jihatdan texi uyaga bağlı. Çünkü Xitoyning birmuncha dushmanlari bor, bunga qarshi kuchlar bor, qarshi turadigan boshqa davlatlar bor. Bu unda ham bo'ldi. Onun xalqaro qonunlarning boyada deganda garchi davlatlarning xalqaro qonun yani charterlarning shartnomalarning bog'liq bor. Sen huquq qilsan, qilmasang biz seni tajovuz qilib kiramiz. Kosovo qanday tajovuz qilib kirdik? Shu qonunlar qilganlik uchun unda bo'lsa xavfsizlik kengashning qarori deb biz kirimiz dedik. U bo'lmagan keyin Amerika o'zi kirdinglar bilan qaror uchun Amerika bosh bo'lib qaror berdi. An bu davlatlarga mushu 171 davlatning, men boya dedim, bu davlatimiz mustamlikadan qutulish uchun kurashgan xalqlarninkiz, 5% mustaqil bo'lamidi yo'q. Lekin mustaqil bo'lganlarimiz, undan keyin bisilmagan zaminda e'tirof qilinib mustaqil bo'lgan siyosatdan xalqni o'zidan qoldiq mustaqil bo'lib qolgan. Qurolli kuchli bo'lgan taqdirda qurolli kuchli bir taktika oldi. O faqat vaqtni tutish yoki mecburlash davlatlarni shunday qilishga rolni o'ynaydi. Shu eksternal kuchlar, tashqi kuchlar xalqaro qonun bo'yicha orliqligi uchun mustaqil bo'ldi. Shuningga bu xalqaro qonunning butunlay kuchi yo'q deyamaymiz. Hatto davlatlarni bog'layamaydigan prinsiplar, doktrinlar, undan keyin qarorlar, declaration, resolutionlar, undan keyin qarorlar. Bularni hammasi garchi davlatlarni binding qilib bog'layolmagan bilan nihoyatda cho'ng kuchi bo'ldi. Qanday kuchi bo'ldi desa, reputationga ta'sir bo'ldi, siyosiy munosabatlarga ta'sir bo'ldi davlatlarning. Bir davlat bir qonunlarga narsaga amal qilmaydi, o'zing bilganini qilma desa, u boshqa ham ma'qul bo'l, sen o'zing bilganini qil, biz sening degan deydigan unda bir ish bo'lmaydi. Shunga bu muhim diplomatik jihatdan. Onun keyin vaqt kelib mustaqil bo'lish to'g'ri kelganda u urushlardan bir yangi elishmi boya demak unda oson emas. U urushning oxiri kelib yana shu diplomatik munosabatlarga qonunlar qaynish kerak, qonunlarni o'tirib qo'yib ishlarni bajarish kerak. Ya'ni buning kuchi bu xalqaro qonunga butunlay bu sistem yo'qolib ketmayapti. Qonun haqiqatan yo'qoldi. Rahmat. Ben kitabınızı okuyan vaxtımda siz mındaq yazıbsınız. Şərq Türkistan'ınki xalqının məşruqluğu doğruluqçu. Muşini Xitay yoxutuş üçün hazır erkek qırğınçılıq edib beratıdır dəbsiz. Ondaq olsa Şərq Türkistan'ınki müstəqil oluşu qanunluq hüquqıdan sırf yana məşruqluğunu bunu verib taqşid ekan, muş doğruluq bir düşüncə vergan bolsanız, həm də erkek qırğınçılıq qandaq qılıb Şərq Türkistan'ınki muşu müstəqillik, egilik hüququnun məşruqluğunu təsir etkizdi. Bu Türkistan ilgili hukuki asıl kanuni hukukimiz. Bunu xalqaro qonunlar bo'yicha o'tirib qo'ydim. Lekin xalqaro qonunlar bunda bo'lsa mustaqil bo'ladi, bunda bu keraklarni bayonida kirish tartibiga biz tushgan bilan, ya'ni mashruiyat degan bir narsa bor, qonun boshqa. Mashruiyat degan buni dunyo e'tirof qilishi, xalq e'tirof qilishi, umumiy justify qilishi kerak. Ya'ni shunday justify qilinishi. Hozirgi bizning siyosiy kimligimiz justify qilinmadi, deganimdek media, xalqaro media o'xshash aynan og'zi bilan burilib ketdi. Bu bir muloqotni biz bizning o'zimizning qonuniy huquqlarini, ilgili huquqlarini o'tirib qo'yish qilib mashrullashtirishimiz, qabul qildirishimiz kerak. Mashrullashtirgan bayonimdek hamma tarafning bir axloqiy nuqtadan, ya'ni mal to'g'ri, bu haq cho'qim mushta bo'lish kerak deb qabul qilinish hisoblanadi mashru. Yani şuna bakma bu meşru. Ama bizning undaq qabul qilinadi. Hatto o'zimiz xalqning ishidimi, o'zimizmi Sharq Turkistonning mustaqil bo'limiz, mushta bo'lishimiz kerak, bo'lmasa bo'lmaydi deb mashrullashtirdik. Buni aniq qabul qilib mustaqil bo'lishimiz kerak. Qabul qilmay biz bo'lamiz mustaqil. Bizning qanday bo'limiz, hech qanday kuchimiz yo'q tursa, kuchlar tutadi dunyoda deb buni mashrullashtirdi-da. Ishlarda mayuni tutaylik, oyuni tutaylik, oy ishini qilib turaylik, ma ishini qilib turaylik deb bizning avval butun xalqniki bir milliy asfayt, milliy orzusini mashrulashtirish o'rtaga qo'ymadi. Bir davlatning mustaqilligining birinchi qadami avval o'zida mas'ul
meşrulaştırış. U xalq o'zi mustaqil bo'lishni xohlamasa, boshqalardan nimaga ne qanday bo'ldi? Masalan, boya dedim, nurg'un mustaqil bo'lganlar tashqi kuchlarning yordamini olgan. Bu tashqi kuchlar kimga yordam qildi vaqt mustaqil bo'lishni xohlamasa, oldiga kelgan mustaqil bo'lamiz demasa, qanday hozirgi kelguchi, masalan, men kim so'zlab ketishim mumkin, bu Sudan, SKD, İspanya, bularning ichidami 80 parcha narsa ketganda qiladi. Birileri komünist, birileri liberal, kopmama SKD, İspanya'nınki. İspanya hatta mustaqillik kuchlarini mi kontrol qilib, pul berib, setib berib. Aşağıdaki bular nihayet kurumlab vaqt kelganda biz mustaqil bo'lmaydik, aqlliq ko'p. Bu xalq natijaga bo'linib ketgan. Qarang, hozirgacha mustaqil bo'lganmi asli. Asli mustaqillik yo'lida hammasi birlikda ilerlegan bo'lsa, buni meşru qila olmasa o'zini ash. Onundagi haqiqatini meşru qila oladi. Meşru qila olganda mustaqil qo'ydi deganlik emas. Qabul qilib buni xalq. Bu xalq mustaqil bo'lishi kerak degan bir narsa umumlashidir. Bu narsa ashu hozir avtonomiya qiladi. Qılamı değil, mesela Sudan karşısında Sudan'ın tecrübesini öğrensin muşu işbek tarafı kalmışlar. Edilik hukuku mutlaka oluştu meydanında birlik kendine çıkar. Öğrengen diken taşkınlarımın nereye bilmeyen. Özünüz nemin arzusunuz şunu oturup taşlar şunu götürüp çıksa şu boyutu oldu. Manga yolumuz mu? Ağzı maaşını tutturaydı. Kılalarına işimiz muşu diyen çok kılavattan iş, cariyan. Aşı müddetine nişanlık müstakil bulduğumuz diyenge masaj gerek. Onun masajından xuddi bir asablık milletdek, xuddi bir kichik bir Xitoyda birga barar haq huquqlarini olib yashasi bo'lgan millatda shu shaklda davlatlar shu yerda bo'lgan. Shunga biz nimaga qilishimiz kerak. Bunda olsa Şarq Türkistan'ın mustaqillik yolida xalqaro qonunimizdir. Bizim meşruiyetimizin çok mühim oranı egallaydi. Bundaqda bu meşruiyetni şekillendirish uchun xalqimizning national aspiration deymiz, ulusal irodasi muhim rol o'ynamadi. Xalq nima qilish kerak? O'sha mustaqillik yo'lida nimani qilish kerak ham nimalarni qilmaslik kerak? Xalq eng muhim rol o'ynaydi. Chunki xalq qo'llansa, mustaqil bo'lishimiz kerak deb o'tirib chiqqan kuchlarni keyin xalq bo'lmagandan keyin yetim qoldirildi. Chunki bunday kuchlar hozir ham dunyo vaziyatida birisi kelib ham seni mustaqil qilib qo'yaydi, seni qo'llaydi deb iqtisodiy va boshqa jihatdan yordam bunday kuchlarni kuchaytirganligi. Chunki bundan mustaqil bo'lgan. Birisi kelib ham seni qilib qo'yaydi deydi. O'zimiz bir mustaqil bo'lamiz degan bir kuch o'ttirg'i chiqib, butun xalq tarafidan qo'llanmoqda. Onun da iki hakikat dünya ama zamanda bir küçük bayt. Çünkü nasıl baytlar kim kalıp? Aydınca siyasi, aydınca kimdeki ne olmakçı, ne olmakçı, ne için olmakçı da soraydı. Fark akalarında yapamayla ben müstakil koyaydı. Bunu verip kollaydı. Şunun bizim hakkımızın açıcı. Müstakilini kollaydı. Müstakilini yolda bağın biz kızıl sızkımız eni. Muşu çünkü kurashimiz elektrlaşma vaqtida boshqa haq bo'lmagan keyin buni qo'llaydi. Chunki boshqalarning peshqisi, boshqalarning boshqarilgan yo'liga chiqmasdan o'zimizning maydonda turish uchun chiqargan bo'lgan ekan buni bo'lish kerak. Xalqni qo'llamasa, bundan o'tirib chiqqanlar hech nima qilmasa bo'ldi. Chunki xalq qolmaydigan, xalq ishni to'rt odamdan aqlni buni to'rt odam amalda bo'lmaydi ammo bu xalqning qurilishi birinchi o'rinda turdi. Bu bek muhim. Xalqni men otalarni qo'llayman, motalarni qo'llayman, ishni qo'llayman, qilyaptilar. Ay men bu qanaqasi ish qilgan bo'ladi. Ish qilyaptilar. Bir ish qilib bu ishni qarash kerakda. Bu ishning natijasini biz nima bo'lamiz? Bu ish orqali biz nimaga erishdik deganni kerak bo'ladi. Shuna ish qilyapti, uni qilyapti, ko'ryapmiz, qilyaptilar bor, Alloh olsun, lekin buning natijasiga muqarrar kerak. Shu bo'yicha qo'llash kerak. Natijasini bilan bilanchi. Shuning bu xalqning qo'llashi birinchidan muhim. Ikkinchidan mushu yana takrorlanib, butun xalq qo'llagan o'zimizning ichida mashhurlashgan
biz xalq dünya, bizning birdan bir tanlash yo'limiz mustaqillik, uningdan boshqa yo'limiz yo'q deydigan irodamizni, kuchimizni ko'rsatish va buni birlikka kelishimiz kerak va buni ko'rsatishimiz kerak. Buningdan boshqa tanlash yo'limiz yo'q. Kelarli vaqtda uningdagi xalqaro dunyomi bizni qo'llaydi. Biz qo'llaymiz. Boya qirg'inchilik to'g'risida dedim, Xitoy bizga qirg'inchilik qiladi ba'zi. Qirg'inchilik to'g'risida kitobimni kirgizdim. Nima ishga kirgizdim? Chunki bir xalq, bir millat qirg'inchilikqa uchragan bo'lsa, u xalq mustaqil bo'lmoqcha boshqa tanlab bo'lmaydi. Chunki yo'qolib ketadi o'zi. Odatda masalan davlatlar avtonomiya huquqini bergan bo'lsa, barobar huquqni bergan bo'lsa, mustaqil bo'lib nima ish qilsa, mustaqil bo'lishning hojat yo'qda. Shu huquqda yashab beradiganlar qaradimi? Seni hech qanday qirg'inchilik qilmasa, huquqni dafsanlikka uchirmasa, sen bu davlat besilgan tajovuz qilingan zaminda bo'lmasan, xotirjam huquqingni olib yetaveradisan. Bizning ko'pak sana köpeklerge kanatlarga okşamamı kıldığı üçün eğer referandum kılınıp bir hukuklarımız hepsinde bulunduğu deyip nime vot alamızsa, bilet alamızsa, müstakil olamayızsa, şuna bilet alamızsa, müstakil bulsa dedim. Şunu bizge bunda bir autonomiya hukukuna ama 70'lerin beri yağan bir bakın dikkat, onu mu beğendi? Onu talep kılıp, mesela peynimizge çepinip talep bak, onu bulmagan hatta qirg'inchilik bo'lgan. Sen shunday bir huquqni bergan vaqtida olsan mustaqillikni, chunki sening davlating agar mustamlika besilgan zamin bo'lmagan bo'lsa, unda ham bu yerdan ayrilib chiqmaydigan huquqim yo'q deydi. Xalqaro bunda beka-bekadan ayrilib chiqadi deydigan bir huquq yo'q. U 200 necha davlat bor, xalqlar bor, 800 necha til bor, tilim boshqa, dinim boshqa bo'lganligi uchun ayrim bo'lmadi. 800'den artıq xalq mühendisi bu yerdə müstəqil bilmədə bir bilan mən uçusu buldu bunda qanışın xalqlar qalmaydı. Şununla bu yerdə bizning bizga qirg'inchilik qiladigan xalqning mustaqillikdan boshqa yo'li yo'q. Bu xalq qonunga bor. Mushu bo'yicha biz u yerda mustaqil bo'lishimiz kerak, nechun kerak bizni. Ama şu vaqtda yurishdim. Men qirg'inchilik qilmadim, hech nima qilmadim. Şu vaqtda bizni besivag'imni yurishdi, teshiklar azib qildi. Şu vaqtda bizni azaldan mening bilmamda qanday diplomatik munosabatlar bor. BDT'lik asıl, ne asıl bir sürü soğudum nasıl? Anlatılma, önce aynı policy'ni itiraf kıl, onu bir kesen bir soğuduk bunları. Aynen birinci şart şu, neymiş şu bunlardan korkulu? Çünkü muşu şartlarga biz üçümüz, biz mustakil bulketimiz Xitay bunu yağan gerek. Şu açta bu. Bugün günde biz Xitay'la iletişim saydıklarız, Xitay'ın yeginini kıvatlarını kılmayız. Xitay'ın yuşurvatlarına iç karşılık, onun karşı kılırız. Yani işkence kınadan işimiz halifniki bizni kollaşıdın bizni demey, yani müstakillikini kollaydı, bunlarını kollaştırmış başta. Müstakillik programı esasında bu elitla, müstakillik kızılsızlığı durduğun elitla bir programatik stratejiye tutar çıkış gerek. Programatik bir stratejiye bulmayı durup, müstakil bolunuz da ağzıda to'lab qo'yish bilan mustaqil bo'lgan bo'lmaydi. Bu programmatik strategiyaning birinchi bosqichi ishimizni mashrulashtirish, tishimizni mashrulashtirish, mas qadam bilan boshqa qadamlar atmaymiz. Ya'ni davlat qurolini bir ajendani tuzatish kerak, ajendarimiz qilish kerak. Bu davlat qurish ajendasida necha fikrga bo'linib, odatda shu elitlar, mustaqillik boshqargan xalqlarni qo'ygan, xalq qarayapti ekan. Elitlar kelmaydi. Çünkü biz minoritetning rasti, birisi kommunizm taraqqiyot qilmoqda o'zining ekologiyasi bo'yicha, birisi kapitalizm yoki boshqa ideyasi bo'yicha ma'lum ekan, birisi yana boshqa bir ideologiya bo'yicha ma'lum ekan. Bizning davlat qurish ideologiyamiz, ya'ni bir statehood ajendalarimiz bo'lishi kerak. Bu ajendani o'tirib qo'ysak, xalqaro masalan bu ajendani o'tirib qo'yish uchun xalq kimlik buning uchun ayrishidi agar o'tirib qo'ysak. Bunun da şu elitler bölünüp netçiye, ya İslami devletlerimiz, ya Talip kurumuz, ya Demokrat kurumuz, ya Xitay öldürüle yaşayımız, ya autonomiya almışsa, muşunda sadece bölünse, muşta boğalıp için, bizim Afrika'ya geçen statehood ajendan var. Handa bir devlet kurumuz yine. Halklar kolaydı, mutlu, sen mustakil bulmadan sana yardım kılay. Handa devlet
Senin devletin hayatı qanday, sesiniz qanday. Xalqaranın xavfsizligiga sening devleting taqshandu yoki ko'p qo'shadi. Sen geostrategik jihatdan, geopolitik jihatdan qanday rol o'ynay olasan? Buni qaraydi. Shunday ajendalarni bek muhim. Xalqning manfaatini, Sharq Turkistonning manfaatini o'ylamay, elitlar mushta o'zining shaxsiyatidan chiqolmay, hozirdan xiyol qurib Uyg'uristonni, Sharq Turkistonni, xalifalikni yoki sekularizmni, uti buti deb mushunda so'qashdan qochib bo'lsa, tek ajendani tuzalmay, ham Sharq Turkistonning mustaqilligini metrollashtiramiz. Ma elit bo'lgan o'zini elit desa, vatan uchun ish qilaman desa, Sharq Turkistonning mustaqillik manfaatini, milliy aspirashini birinchi o'ringa qo'yish kerak. O'zining izimlaridan, ideologiyasidan, shaxsiyatidan xalqni birinchi o'ringa qo'ya olish kerak. Uningki birlashib statehood ajendanimi tuzib chiqa oladi va shu bo'yicha qilmoq. Hozir bizning beshimizni og'ritayotgan, anamizning beshini og'ritayotgan bir masala bor. Hozir Xitoy Sharq Turkistonda erkiy qirg'inchilik qilib kelyapti. Erkiy qirg'inchilikni elib berish jarayonida nurg'un elitlarimizni, o'sha ahvolimizni tushungan, Sharq Turkiston mustaqillik yo'lida boshib ma'nolarni elitlarimizni o'tadi. Sular qamali undan qag'alini xitoylashtiradi. Undaqda hozir biz dedik, xalqimizning national aspirations, ya'ni ulusal irodasi muhim o'rinda turdi dedik. Lekin Sharq Turkistonning ichida u narsa hozir yo'q. Uning bo'lish ehtimoli oz. Unda biz qanday qilishimiz kerak? Chunki diasporaning sirtidagi Sharq Turkistonliklarning soni oz. Biz vakillik qila olamiz shu ulusal irodaga. Sharq Turkistonning ichidagi qanday bir shakl shuni bildiramiz yoki ularning roli degan bo'ldi. Men Sharq Turkiston xalqini butunlay qisqa muddat ichida butunlay yo'qotib ketadi o'ylayman. Ammo buni ham o'ylash kerak. Negativ taraflama, ya'ni agar Xitoy qirg'inchilikni davomlashtiradi, agar butunlay tutib qolsa, bizning xalqimiz nasib bo'lib vaqt kelgan bu yoqni avtonomiya bo'ldim, yoki Xitoy bilan yashab turibsiz, qanday qilamiz deganlarni o'ylash kerak. Mushlarni bizning state agendalarimiz, programmatik strategiyaning kichik narsa. Buni bir aqlimiz qanday qilamiz? Ham diasporadagi xalqni ozligini bilmayman. Diasporadagi xalq garchi hozir 1 millionga yetganligini deb o'ylayman, ammo uningdan oz bo'lgan taqdirmi, Sharq Turkiston vakillik qilgan bir odam olgandimi, vaqt kelganda buni uyg'otib ko'tarib chiqqan bo'ldi. Bizning Sharq Turkistonning ichidagi xalqning beshini Xitoy butunlay qilgan taqdirmi, bu tarix yo'qolib ketgani yo'q. Bu eski zaman, burungi zaman tarixni o'ydirgan yo'qotib hech kim bilmay qolgan ish yo'q. Xitoyning minishligini, qirg'inchilik qilgani bu faktlar xalqaro dunyoda saqlanib qoldi. Buni biz o'tirib qo'yamiz. Sharq Turkistonning ichidagi tarixda samada bo'lgan xalqlar kimligini qayta uyg'ota oladi. Eskadini Ispaniya shu Bosniya mustaqil bo'limiz deb kurashdi bu. Shularning mustaqilligini bir odam ko'tarib chiqqan. Ular o'zining bir mustaqil xalq bo'lishga tegishli tarixligini bilmagan bizning. Yo'qolib butunlay islollashib boshlab ketgan bir o'z bir bayroqni ijod qilsa, aslida unda bir bayroqmi bo'lib qolmagan ekan. Ularning unda bir biznikidek davlatimi bo'lib qolmagan ekan. Bizning tayyorlarmi bir bayroq sizlab o'zi. Eskadi deganlarki Bosniyaning territoriyasini sizlab shu yozib shu odam ko'tarib chiqib, bundaq biz qanday kimlik bag'adimda bizma boshqalarga o'xshamaymiz. Biz jannatda tunji qitim yaralgan insonlarmiz deb shunda bir narsani ko'tarib chiqib, oshi diyaning oxirgi haqlishig'i oxirida necha kunlik ketgan keyin fikrlari mustaqil bo'ladi, avtonomiyasi bor, lekin buni men tafsir qilsam bu. Bu u bizning diasporadagi xalqni oz bo'lmaydi. Vaqt kelganda bir adab asmi Sharq Turkiston mustaqilligi o'lmaydi. Hech qachon bundan mustaqillik kurashda o'lgan, yetim qoldirilgan, shartli qilgan, boshlangan o'lgan emas. Fursat kelganda qayta o'ltirilgan. Undan so'ng mening mushta bo'lib so'raydigan bir savolim bor. O'sha xalqaro qonunda bo'lib BDPda o'sha miyasiz yurgan xalq, erkiy qirg'inchilik uchirgan xalqning o'ziningki miyasiz yurishi bilan ulusal irodasi vakillik qilolmaydiganlik to'g'riliq müştiyatda bir shu ashlar masalan bu haq erkiy qirg'inchilik uchirdi, ham sirtdan orbitildi,
Undaq advokasiyasi bo'lmadi, tarixidan ayrıldı, yolg'on tarixdan tarbiyalandi. Shuning uchun bular o'zlarining kimligini uqmaydi. Bularga vakillik qilgan bir turkum odamlar shular ulusal iroda vakillik qila oladi degan mundaq shaklda. Chunki siyosiy nemisi yo'q, huquqi yo'q Sharq Turkiston vaqtchiliklarning. Shu jihatdan bu shuning bu qo'ymişlar. Mushtash jihatda bir xalqaro qonun bormi? Masalan, sirtchilar shuni yetaklab muomalaydi, amis vakillik qiladilar. Albatta. Ma umumiy yig'inni u qonun emas, ammo resolution qarorni 742 qaroridan shuning deydi bir davlatning mustaqil bo'lishi uchun qanday bir shakl bo'lishi kerak narsa. Unda deydiki, bu xalq erkin holda o'z irodasini belgilayishi kerak. Sharqiy Turkistonning ichidagi xalq erkin emas. Ular erkin holda o'z irodasini belgilayolmaydi. Masalan, İlham To'xtov statistik axborot berib bir avtonomiya bo'lib chiqargan. Onun için o statistika pek azallardan bir. İkincisiga u xalq erkin emas bu yerda. U o'z irodasini erkin ifade qilolmaydi. Aşı odam tinchlikni erkin yerda boshqa narsa qilish mumkin. Shuni bu statistika legitimate qonun emas bu statistika. Shuni xalq o'zining irodasini ifade etgan cho'qim erkin bo'lishi kerak. Erkin bir holda Xitoyning zulmidan, bosqinchisidan mustasno holda bu qarorni beradi. Gerek. 742 resolution gerçi devletlerini birbiriyle bağlayan kanun olmasa mı? Ama bu nurgun resolution'la şu devletlerin reputation'a, siyasi münasebetlerine, diplomatik münasebetlerine tesir göstermek için layık son rol oynar. Onun üstüne eğer kayıtsızlıktan itiraf kılınma, eşitler yapma, kayıtsızlık var mı? Kayıtsızlık tarafından itiraf kılınsa bunda resolution'la kanun gayrı gidiyor. Onun için eğer bu resolution'larını şu nurgun devletler işte kararlar praktik kılıp işlerse bu emri geçip yani customary law, yani kanun gayrı gidiyor. Şunun bu bir kararın nimetin çıkarılan umumiyatından çıkarılan küçük yok diyemeyiz. Çünkü bunu praktik kalan devletler var. Akılış müstakil olan kanun mesela bunu praktik kalan şunu bunun bayını kılıç bağılış gücüydü devletler. Hazır biz bilgендek nurgun teşkilatlar öz dağını özü belgeleş yollarını var. Onun sır özünü Xitayning ichidagi bir etnik grup, minority grup, asallık millet yoki indigenlar e'tirof qilganlik uchun ularning orqa yo'li, manga yo'li ishki jihatdan o'z dağını o'zi belgilash bo'ldi. Bu to'g'ri biz nurgun sizning maqolalaringiz o'qigan bo'ldik. Hem kitabınız bu to'g'ri yozilibdi. Ama kitabınızdan eng orqa bir babida Xitoyninki Sharq Turkistonliklarning o'z ishki jihatdan o'z dağını o'zi belgilashga bergan va'dasini buzgan degan bir bab bor ekan. Şu to'g'riliq bizga bir ozroq tushuncha bergan bo'lsangiz, shuni bilan biz programmamizni oxirlashtirgan bo'lsak. Bu kitap unda bir ne var? Onu hatırlayamadım ama bir yer var. Avtonomiyan Xitoy bizga mesela bayağı sözler ötürü öz dağını özü belgeleyen takdir ve işki jihatdan bo'ldi. Buni nurg'un qatorda so'zlagan. İşki jihatdan deganda shu bisiga bizni mustamlaka qilgan devletinin içinde hak hukuklarını iliş buldu. Indigenous people'larının, ulanın alaydı bu hukukları var, öz aldığı, özlerinin ki müstakil bulamaydı. Aşında işki cihetin iliş hukukları, yani işki cihetin hukuklarını iliş, avtonomiya buluş, yani avtonomiya bütünle müstakil bulganlık olmaydı. Çünkü eskirin say tutuldu. Belki internette tüketmek mümkün. Yani biz ikinci klasik yapılır. Yanılan biz bir kınırlık olumuz, özünüz soraydı da birinci başlık Uyghur qo'ysin. Shunga bo'ylab Xitoy burunmi shunday qilgan, qog'ozni bergan. Hatto bizning iqtisodiy huquqimizdan bergan, kultural huquqimizdan bergan. Shuni that's failed atom. Ya'ni bag emas to'g'ri. Bo'ylab berib mag'lub bo'lgan emas. Uyg'urlar so'rab turgan, Xitoy buni bermagan. Bermagan ahvolda bu yerda cho'qimiz boshqa qo'llash yo'limiz yo'q. Mustaqil bo'lishimiz kerak deganga mana mesela Akdağlar, bu demek Rusya'daki. Şuların avtonomiyanın basımı Rus özleri almagan bir yere var çünkü biz müstakil bulunmuşlar. Tuluk avtonomiya hukukunu degan. Keyin bular müstakil bulunmamız yaptı. Ninde bulamadı kelişimlerde katlara deganda. Aşı sana basım özün anladın o avtonomiyanı. Senin avtonomiya hukukunu batı sağlayın. Bak köbekli mi aşağı bulmak? Mau kübeknizmi sen halkayla şunu
bütün Kanada başka ülkelerdeki taraflardan o'xshashda undan chiqarib huquqlarga oldirgan. Unda bu bir davlat bilan shu davlatning ichida o'xshash huquqing bo'lsa, barobar bo'lsa, mustaqil bo'lishingni nima hojati deydi xalq. Shu avtonomiyani olamiz deb already allaqachon Xitoy bizga bermidi, olamidik, bo'lmadi degan narsani biz yana bo'ludi olamiz desak, bu qanday kulkili deganda bu Xitoy bir demokratik davlat o'sgan. Tamam, Xitoy parchalandi, demokratik davlat kirdi, demokratik bir davlatda avtonomiya huquqini olgani bo'ladi desak. Bu Xitoyga demokratik bir sistem emas. Onun sizin qanday saylanish huquqi bo'ladi. Demokratik sistem bo'lmagan yerda saylanish huquqi bo'lmaydi. Birli partiya, Xitoy Kommunistik partiyasi vakillik qilganmisi. Sharq Turkiston hatto u yerda avtonomiya huquqini ilib, u yerda partiya bo'lib kirib, hukumatning ichiga kirib, huquqlarni tutib, Ispaniyadagi Kataloniyada uchun. Uniki biz mustaqilligimizda bir referendum qilib, 3-chi bosqichga o'tadigan unda bir ish faqat mumkin emas menimcha. Onun qanday mümkün bo'lganda Xitoy shunday qarashini demokratiyaga kiritish kerak. Demokratiyadan transform bo'lib, o'zgarib, bir demokratik davlat bo'lib ketish kerak. Onundan keyin biz avtonomiya huquqimizni olsak, shu davlatning ichida siyosiy huquqlarimizni olsak, onundan keyin biz mustaqil bo'ldik deb da'vo qilib bo'ladi. Unda Xitoy, masalan, rejim change Amerikaning rejimini o'zgartirish deganda mag'lub bo'ldik. Masalan, hozirgacha g'alaba qilmadi uni nima so'radi vice president nima Trump'niki vice president bor o'zi shu Amerika necha yildan beri Xitoyni demokratiya qildi deb bunday yo'llar andaqlar WTO'ga nima tashkilotlar andaq qildik amaliyotda biz mag'lub bo'ldik, Xitoy demokratiya kirmadi. Bu Xitoyning sistemimizda bor. Hammasi deganda xalqning kommunist. Onun üstüne bizga aytilganlar hammasi dajoqchi o'zini davlat qo'llaydi, back nationalist. Bunda ahvolda bu Xitoyning demokratik etmekkas. Bu Xitoy demokratik kirmagan bir davlatda, demokratik sistemisi bo'lmagan bir davlatda biz avtonomiyani, uningdagi mustaqilligimiz deyishmi bu ko'plik ish. Uning ustiga bunday deylik, bu shu demokratik kirdi. Biz avtonomiya huquqlarimizni oldik deylik. Yana bizniki u Xitoyniki bilet taqilsa, u Xitoyga nihoyat ko'p sonliq biz bek oz, Xitoyniki kongressdan parlamentga berib, biz bir o'zimiz vakil bo'lgan bir partiya bo'ldik deb mustaqil bo'lamiz desak, yana demokratik kirgan Kataloniya bo'ladimi Ispaniya? Bo'ladimi? Yana shuning bu yo'llar oxiri bektas uningdan hamma narsa uchiqashlari bo'lgan yoki eng muhimi o'zimizning kim bo'lganimiz, siyosiy kimligimiz boshqalar topgan shaklda, boshqalar yaratgan shaklda bo'lmasligi kerak. O'zimizniki o'zimiz yaratishimiz kerak. Nemishki bizning sifatimizni boshqalar qo'yish kerak. Nemishki bizning haqqimizni boshqalar sizish kerak. Biz kim bo'lsak, nimani orzu qilsak, shu yo'lda yashashimiz kerak. Shunaqmi? Bugungi suhbatimiz mushagichi bo'lsa, Ruqyat Turdish xonim, sizga rahmat. Asosligi bugungi suhbatimizdan chiqqan yakun Sharq Turkistonning mustaqilligi diaspora turayotgan Sharq Turkistonning ulusal irodasidan cho'ng bog'lanishli ekan, chunki Sharq Turkistonning ichida turayotgan xalqimizning siyosiy huquqi bo'lmaganligi uchun biz o'zimizning ulusal irodamizni har vaqt aks ettirib turishimiz kerak ekan. Unda bo'lsa, Ruqyat Turdish xonim o'zingizning qimmatli vaqtini berib, shu bizning bugungi suhbatimizga qatnashganligingiz rahmatini bildiraman. Biz programımızı müşahede aktarlaştıraydı. Manas deryası boyutki tasarımcılıktan emas, Talas deryası boyutki şicaatini inanmamız. Aman bulunlar. Rahmet. Aman bulunlar.